O'zbekiston teleradio kanalida Tabassum. Tabassum ustaxonasidan gapiramiz. Tabassum ustaxonasidan gapiramiz. Assalomu alaykum. Tabassum eshittirishning sevimli tinglovchilari. Assalomu alaykum tabassumning qadrli tinglovchilari. Bugun sizlarga kulgu bog'dan ajoyib sarxil mevalarni yeb to'ymaydigan, dilingizni shod etadigan sarxil hangomalardan tortiq etamiz. Marhamat tinglab orom oling. Afandi latifalari. Sirli gap. Afandi tirikchilikdan qiynalavergach, bo'z to'qish hunarini o'rganib oldi. So'ngra bu hunarni xotiniga ham o'rgatdi. Ikkovlari bo'z to'qishga kirishib ketdilar. Bo'zni uyning yonidan o'tadigan ariqqa chayqab tozalardilar. Qo'ni-qo'shnilar suvni loyqalatding deb urishavergach, kechasi chayqaydigan bo'lishdi. Ittifoqo bir kun kechasi vaziri bilan shahar aylanib yurgan podsho unga duch kelib qoldi. Hoy, kimsan? Tun kechada suv bo'yida nima qilyapsan? Afandi unga qo'l qovushtirib, o'zining ayanchli holini bayon qildi. 12 dan 3 ni olsang bo'lmaydimi axir? Dedi podsho. 32 ga yetmaydi-da. Taqsir. Bo'lmasa bir g'oz yuborsam, patini yulib berasanmi? Marhamat qilsalar, yulib berardim. Podsho shu javobni eshitdi-yu, o'z yo'liga ketaveradi. Vazir bu gaplarga tushuna olmay, har qancha urinsa ham mag'zini chaqa olmay, bosh qotib qoldi. Uyiga kelgach, voqeani xotiniga aytib berdi. Bunda bir gap bor, dedi xotini. Podsho axir bir kuni sizdan shu gapni so'raydi. Javob bera olmasangiz boshingiz ketadi. Bu gapni tagiga albatta yetishingiz kerak. Apandini topib, qanday bo'lmasin shu chistonni sirini bilib oling. Har qancha pul so'rasa ham bering. Bosh omon bo'lsa, do'ppi topiladi. Afandim. Kechasi siz bilan podsho o'rtasida g'alati bir gap o'tdi-da. Xo'sh, Shuni siri nimada? Juda bilgim kelyapti-da. Voy. Bu podshoning siri-ku. Agar aytsam boshim ketadi. 100 tilla beraman. Ayting. 100 tilla? Yo'q, qo'rqaman. 1000 tilla beraman. Nima 1000 tilla? Bo'lmaydi dedim, bo'lmaydi. Shoshmang. Qo'limdagi bor naqdina oltin, kumushlarning hammasini beraman. Aytib bera qoling. deb vazir yolvora boshladi. Qo'ymadingiz-da. Bo'lmasam o'sha mol dunyolarni hozir keltirib bering. Vazir nochor dol qolib, mol dunyolarining barini keltirib berdi. Mana, qani ayting endi. Xo'sh, bo'lmasam eshitdi. Ayta qolsangiz-chi. Podsho 12 dan 3 ni olsang bo'lmaydimi, dedi. To'g'ri. Bu 1 yil 12 oy bo'ladi. 9 oy ishlab, 3 oy dam olsang bo'lmaydimi degani edi. Xo'sh. Mening 32 ta yetmaydi deganim, bola chaqa ko'p. Topganim 32 tishga yetmaydi deganim edi. Podsho bir g'oz yuborsam, patini yulib bersammi dedi. Men rozi bo'ldim. Xo'sh. Mana u seni yubordi. Patini yulib oldim-ku. Tabassumda rus hajvchisi Mikhail Zoshchenkoning vohid
Umirov tarjima qilgan Xirat Pashsha kitobidan olingan asalari va odamlar hajviyasi bilan davom ettiramiz. Marhamat, tinglang va asal aridan ibrat oling. asalari va odamlar. Bitta xo'jalikka askar mehmon bo'lib keldi va o'zining qarindoshlariga bir bankada gullardan olingan xushbo'y asal sovg'a qildi. Asal barchaga shu darajada ma'qul bo'ldiki, xo'jalikdagilar asal arichilik tashkil etishga ahd qilishdi. Biroq yaqin atrofda hech kim asal arichilik bilan shug'ullanmasdi. Shu bois xo'jalikdagilar hammasini yangitdan tashkil qilishlariga to'g'ri keladi. Asalari qutularini yasash va o'rmondan asalarini yangi kvartiralarga ko'chirish kerak. Bu ancha mashaqqatli yumush ekanligini ko'rgan xo'jalik a'zolarining ruhi cho'kdi. Bu ovoragarchilikdan boshqa narsa emas ekan. U yoq bu yoq qilguncha yoz ham o'tadi ketadi. Bunaqada asalni to kelasi yilgacha ko'rmaymiz. Bizga esa asal hozir kerak. Xo'jalik a'zolari Bizning xo'jalik millioner. Qancha sarf xarajat bo'lsa ko'taradi. Ishlab turgan asalari xo'jaligini sotib olib qo'ya qolaylik. Asalarilar uyalarda o'tirgan bo'lsin. to'g'ri. O'rmondan asalarilarni o'tkazsak-ku, ular yaxshi chiqmasa. Balki asalarilar qandaydir bo'lmag'ur lipa asali tayyorlar. Bizga esa gullardan olingani kerak. Bo'lishi mumkin. deyishdi. Xullas, Ivan Pamfilovichning qo'liga pul tutqazishdi va Tambov shahriga yuborishdi. U Tambovga yetib bordi. Biz tomonlarga kelganing to'g'ri bo'libdi. Bizda 3 ta qishloq uzoq sharqqa ko'chib o'tdi. Bitta asalarichilik xo'jaligi ortib qoldi. O'sha xo'jalikni sizga suv tekinga berishimiz mumkin. Faqat bu asalarilarni qanday olib ketasiz? Shunisiga boshimiz qotib turibdi. Aytish mumkinki, bu tovar qadoqlanmagan va qanotli. Sal narsaga har tomonga uchib ketishadi. Manzilga faqat asalari uyalari va qurtidan boshqa narsani yetkazib bera olmaysiz deb qo'rqamiz. Deyishdi u yerdagilar. Pamfilovich dedi. Bir amallab olib ketarman. Asalarilarni bilaman. Butun umr ular bilan muloqotda bo'lganman. Shunday qilib, Pamfilovich 2 qatnashda stansiyaga 16 ta asalari qutisini olib bordi. Stansiyada u ochiq platforma olishga muvaffaq bo'ldi. Unga asalari qutilarini joylashtirdi va ustini brezent bilan yopib qo'ydi. Nihoyat tovar poyezdi jildi. Bizning platforma ham yurdi. Pamfilovich platforma ustida tantanavor alfozda turar va asalarilar bilan so'zlashardi. Mayli, bolakaylar, yetib olamiz. Biroz qorong'ulikka sabr qilib turinglar. U yerda esa men sizlarni yana guzorlarga qo'yib yuboraman. O'ylaymanki, u yerda tegishingizni olasiz albatta. Muhimi, sizlarni qorong'uda olib ketayotganim uchun bezovtalanmang. Poyezd harakatlanayotgan chog'da ahmoqlik qilib uchib chiqmasligingiz uchun ustingizni ataydan brezent bilan yopib qo'ydim. Aks holda poyezdga chiqib ololmaysiz. Shunday qilib, poyezd bir kun yurdi. Tabassumda qatra hamdalar. Tinglab shod bo'linglar. Kichik shahardan kelgan xonim mehmonxona egasiga deydi. Agar meni viloyatdan kelgani uchun mana shu kichik va tor xonada yashashga rozi bo'ladi deb o'ylasangiz, adashasiz. Tinchlaning xonim, juda ham oshiqayapsiz. Axir bu lift-ku. Xaridor. Manaviyatingiz menga ma'qul. Xo'sh, ma'qul, lekin oyoqlari juda kalta ekanda. Nega unaqa deysiz? Sira kalta emas-da. Mana
Yeriga tegib turibdi-ku. Menga qarang. dedi vrach bemorga. Har kuni ichib, mast bo'lishga sizni nima majbur qiladi? Nima deyapsiz, xonim? Meni hech kim va hech narsa majbur qilmaydi. Men o'z ixtiyorim bilan ichaman. Restoranda nima qilyapsiz? Kumush to'yimni nishonlayapman. Unda xotiningiz ko'rinmaydi-ku. Hozirgi xotinimning bu ishga mutlaqo daxli yo'q. U 3-xotinim. Nima? Tarvuzi qo'ltig'idan tushgan yigit sevgan qizi turmush qurish haqidagi taklifini rad etganidan o'rtog'iga shikoyat qilyapti. Sen ko'p xafa bo'laverma, o'rtoq. Ko'pincha qiz bolaning yo'q degani ha degani bo'ladi. Gap shundaki, u yo'q demadi-da. Ahmoq dedi xolos. Bozorda Aytingchi, tog'ingizni nima berib boqasiz? Nega so'rayapsiz? Men ham ozmoqchi edim. Qadrli tabassum eshittirishning sevimli muxlislari, sizlarni shodlik va quvonch aslo tark etmasin. Sizlarga baxt tilab xayrlasharkanmiz. Sizlar uchun tabassum ulashganlar. Muallif Sherali Hojiyev, rejissyor Gulchehra G'iyosova, Ovoz operatori Sevara Yunusova. Qatnashganlar Boir Xolmirzayev, Abdug'ani Ro'ziyev, Sanobar Qodirova, Dilshod Soliyev, Shohida Soliyeva, Soqibay Tugalov, Ahmadjon Mirzayev, eshittirishni Ma'ruf Qodirov bilan Farhod Xudayberdiyevlar olib borishdi. yana radio to'lqinlari orqali g'oyibona uchrashguncha Xayr!